Niti faqat ko'rsatma bilan qo'shnim qilibdi, meni ham qilib qo'ying deb kelish bu to'g'ri kelmaydi. Chunki o'zini ko'rsatmalari bor. Bu agarda yuzimiz past qismi osilgan bo'lsa, bu birinchi ko'rsatma. Ikkinchisi, agarda bizda brilya уже paydo bo'lib, bezovta qilayotgan bo'lsa va uchinchisi, yuzimizni avvali уже buzilgan bo'lsa. Qachon bu protsedura mumkin emas? Aktiv yallig'lanish bor bo'lsa, yuzimizda bu degani husnbuzarlar, prishlar, ugrilar, agar shunaqa narsa yuzda bo'lsa, bu mumkin emas bunaqa paytda. Yokida ko'p har xil operatsiyalar o'tkazilgan, o'zi yuzda defekti bor, juda ham ko'p vaqt hech nima qilinmagan, 165 yasharli odamlarga hech nima qilmasdan kelib, menga bo'ldi, bitta nit qilib yuzimni to'g'rilab bering degan narsa ham yaxshi ishlamaydi, chunki bu narsaga kompleksni yondashiladi faqat ko'rsatma bilan. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, Nova Estetikka murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni konsultatsiya qilib, sizga to'g'ri tushadigan nitni tanlab, to'g'rilab qo'yib beramiz, chunki buni o'zini aslojeniyalari bor. Noto'g'ri qo'yilgan nitda yuzda asimetriya bo'lishi mumkin, qiyshayis bo'lishi mumkin va uni aslojeniyasi operativniy уже olish kerak bo'ladi. Shu aslojeniylarni oldini olish uchun professional vrachga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman.